33, 34, 35 savollar. 267 gram 20% temir 2 gidrokarbonat eritmasi suv va kislorod ishtirokida asta-sekin temir 3 gidroksidga aylandi. Bu jarayonda gaz normal sharoitda ham ajralar ekan, temir 3 gidroksid bilan gaz ajralar. Xos bo'lgan va sarflangan gazlarning normal sharoitdagi massa farqi 16 gramga teng debdi. 3 ta savolni topish kerak. 33-savolda xos bo'lgan cho'kmaning massasini top, 34da xos bo'lgan gazning hajmini normal sharoitda litrda top, 35da dastlabki tuzni necha grammi oksidlanganligini aniqla debdi. Demak, birinchi qilgan ishimiz mana bu temir 2 gidrokarbonatni eritmadagi massasini topsa bo'ladi. 267 gram eritmani 20% temir 2 gidrokarbonat 20% ko'paytirib 100 ga bo'lsa temir 2 gidrokarbonat massasi kelib chiqadi. 100 ga bo'lib olsa, bu yerda kelib chiqadi. Xo'sh. 2 ga ko'paytirib 10 ga bo'lish bilan bir xil son chiqadi. 53 4 gram kelib chiqar ekan. 53,4 gram temir 2 gidrokarbonat. 53,4 gram. Shu temir 2 gidrokarbonatga ta'sir ettirilyapti kislorod va suv. Reaksiya yozamiz pastdan. Temir 2 gidrokarbonat, temir HSO3 dan 2 ta yoziladi. Temir 2 gidrokarbonat plus kislorod plus suv ta'sir ettirilsa bu reaksiyada kelib chiqadi. Temir 3 gidroksid cho'kmaga tushadi. Temir OH dan 3 ta cho'kma va karbonat angidrid gazi kelib chiqadi. Mana bu gaz. Endi bu reaksiyani elektron balans qilib tenglashtirishimiz kerak. Demak, tenglashtiramiz. Bu yerda temir oksidan darajasi +2 dan temir +3 darajaga o'tadi. +2 dan +3 ga o'tishda temir bitta elektron beradi. Demak, bu jarayonda temir bitta elektron beryapti. Mana qisqaroq balans tuzyapman. Yana o'zgaryapti kislorod. Kislorod 0 oksidan darajadan kislorod molekulasida. Bu tarafda ikkita moddada ham kislorod darajasi -2 bo'ladi. 0 dan -2 ga o'tishda ikkita elektron oladi. Molekulada ikkita kislorod bor. Ikkita kislorod atom esa molekuladagi O2 dagi 4 ta elektron oladi. Demak, olgan elektron nisbati 1 ga 4, koeffitsiyentlar esa 4 ga 1 koeffitsiyent qo'yiladi. Demak, koeffitsiyent qo'yib chiqamiz. Temirlar oldiga 4 koeffitsiyent tushar ekan. Mana bu temirga ham 4 koeffitsiyent. Kislorodga 1 koeffitsiyent qo'yilar ekan. Kislorodga 1 koeffitsiyent. Uglerodlar bu tarafda 2 kara 4 8 ta bo'lgani uchun karbonatga 8 koeffitsiyent tushadi. Suvni tenglash uchun H'lar tenglashtiramiz. Bu yerda 3 kara 4 12 ta H bor. Bu yerda 2 kara 4 8 ta H bor. 12 dan 8 ni ayirsa bu yerdagi H kelib chiqadi. 4 ta qoladi. Demak, bu yerga 2 koeffitsiyent qo'ysa H'lar 4 ta bo'ladi-da, reaksiya teng bo'ladi. Endi shu reaksiyada hosil bo'lgan va sarf bo'lgan gazni massa farqi berilgan 16 gram deb. Biz molar massa farqini topamiz. Demak, mana bu yerda sarflangan gaz bu kislorod gazi. Molar massasi 32 gram bo'ladi. 32 1 molekula kislorod. Xos bo'lgan gaz esa mana bu karbonat angidrid gazi xos bo'lyapti. Bu molar massasi 44, 8 ta xos bo'lyapti. 44 8 ga ko'paytirsa 352 gram bo'ladi. Endi ikkitasini farqi 32 dan 352 ni farq, ya'ni ayirmasi 320 gramga farq qiladi. Demak, molar masala farqi. Shu farq tepasiga soldagi farqni yozamiz. 16 gram farq. Keyin mana bu cho'kmani, gazni va reaksiya ishlatilgan tuzni yozsa bo'ladi. Demak, mana bunday yozsak bo'ladi. 4 mol temir 2 gidrokarbonat reaksiya kirishyapti. Shunda 4 mol cho'kma tushyapti. Temir 3 gidroksid qizg'ish qo'ng'ir rangli. 8 mol karbonat angidrid gazi ajralyapti. Shu vaqtdagi reaksiya kirishgan va ajralgan gazning massalar farqi 320 bo'lyapti. 320 reaksiya bo'yicha. Endi savol bo'yicha shu farq tepasiga 16 gram massa farq bo'lishi uchun qancha gaz ajralgan, qancha cho'kma tushgan, mana bu cho'kma qizg'ish qo'ng'ir rangli. Qancha tuz reaksiyaga kirishganligini topsa bo'ladi.
molda topamiz. Keyin massaga yoki hajmga o'tkazsak bo'ladi. Shunda xo'sh 320 dan bu 16 soni 20 marta ekan. 2 ga bo'lsa 160 chiqadi, 10 ga bo'lsa 16 chiqadi. Demak, bulardan ham 20 marta kamdan son kelib chiqadi. Buni 20 ga bo'lsa, ya'ni 2 ga va 10 ga bo'lsa 0,4 mol gaz ajralgan bo'ladi. Molda. Buni 2 ga va 10 ga bo'lsa 0,2 mol cho'kma ajralgan bo'ladi. Buni 2 ga bo'lsa 10 ga bo'lsa 0,2 mol tuz reaksiyaga kirishgan bo'ladi. Endi savollarni yozib chiqamiz. Birinchisi 33-savol cho'kmani massasi topilgan. Mana bu cho'kma 33-savol. Massaga aylantir degan. Bizda mol kelib chiqdi 0,2 mol. Molyar massasi 107 ga ko'paytirsa 0,2 molni kelib chiqadi 21,4 gram cho'kma tushgan bo'ladi. Shunda 33 ga 21,4 bu F javob bo'lar ekan. 33 ga F degan javob yozamiz. 34 da hosil bo'lgan gazni hajmini litrda top degan. Mana bu kartonin gazi hosil bo'lyapti. Gaz deb belgilab qo'ying. Gaz chiqib ketyapti. Xo'sh, buni 34-savolda hajmga aylantirishimiz kerak. Mana 0,4 mol gazni 22,4 ga ko'paytirsa, bu yerdan 8,96 litr gaz ajrab chiqadi. Demak, 8,96 C javob bo'lyapti. Demak, 34 ga C javob to'g'ri javob bo'ladi. Va 35-savol. Dastlabki tuzni necha gram oksidlanganligini top deyapti. Ya'ni mana bu 53,4 tuzni hammasi reaksiyaga kirishmaganda ma'lum qismi reaksiyaga kirishgan. Shu qancha deyapti? 35 ga. Reaksiyaga kirishgan tuz 0,2 mol kelib chiqdi. Molyar massasi ko'paytirsa, massasi kelib chiqadi. Temir 2 gidrokarbonat molyar massasi. Gidrokarbonat yoni 61, ikkitasi 122 bo'ladi. 122 ga 56 ni qo'shsa 178 bo'ladi molyar massasi. Buni molga 0,2 molga ko'paytirsa 35,6 bo'ladimi? 34 1,6 35,6. Demak, 35,6 gram tuz bu reaksiyaga kirishgan tuz. 53,4 dastlabkidan reaksiyaga kirishgan narsa ortib qolgan kelib chiqadi. Lekin bizda reaksiyaga kirishgan top degan 35-savolga reaksiyaga kirishgan, ya'ni okslangan tuz 35,6, ya'ni D javob bo'lar ekan. Demak, 35 ga D javob deb javob yozamiz. Ana javoblar kelib chiqdi. Shu javoblar yoziladi.